Hashamat va innovatsiya uyg'unlashgan shaharga, Dubayga xush kelibsizlar. Assalomu alaykum azizlar. Al-Barari mahallasiga xush kelibsizlar. Bugun biz sizlar bilan Al-Barari mahallasidagi eng chiroyli bo'lgan особнякimizni ko'rib chiqamiz. Villamiz 17 sotixdan ko'proq bo'ladi va biz sizlar bilan birgalikda nafaqat villa, balki bu yerga tushgan dizaynlar, giperkarlar, $80,000 dan qimmatroq bo'lgan daraxtlar yoki bo'lmasa bu mahallada sizni qo'shningiz kim bo'lishi haqida gaplashib chiqamiz. Chunki qo'shnilar albatta dunyoga mashhur bo'lgan odamlardan bittalari bo'ladi. Azizlar, sizlarni ko'p kuttirmagan holda $20,420,000 ga baholangan uyimiz obzorini biz boshlaymiz. ...2021 yildan beri Dubayda uy sohasida ishlaydigan bo'lsam, bu yerda bitta kichkina muammoni his qilganman. Ya'ni villalarga, особнякlarga bo'lgan mehr o'zimizni O'zbekistondagi mehrdan sal kamroq deb o'ylayman. Chunki paradniy vhodlarga kelganimizda ko'pincha 70% uylardan ko'plarida paradniy vhod juda ham kichkina bo'ladi. Lekin bu uyimiz исключение bo'lgan. Ko'rib turganingizdek, juda ham katta bo'lgan paradniy vhod bor bu yerda. Ya'ni mashinalarni xotirjam parkovka qilib qo'ysalar bo'ladi. Bundan tashqari yana qo'shimcha 4 ta mashinaga mo'ljallangan yopiq parkovkalarimiz ham bor. Endi parkovkalar haqida, bu yerda ko'rib turgan chiroyli mashinalar haqida videomiz davomida albatta gaplashamiz. Lekin men hozir sizlarni e'tiboringlarni shu kirib kelishimizdagi joylashgan daraxtga qaratmoqchiman. Ko'rib turganingizdek, daraxtimiz estetikasi uyimizga juda ham mos kelgan va xuddi shu daraxtning narxi $80,000 dan qimmatroq tushgan. Bu uyimiz egasi detallarga juda ham e'tibor beradi. O'zlari bu yerda yashashmaydi. Bu yer o'zida 3-4 ta uylari bor, lekin bu ularning hobbilari, ya'ni o'zlari noldan uylarni qurib sotishadi yoki do'stlarga podarka qilishadi. Xullas, bu haqida keyin gaplashamiz, lekin mana uyga detallarga kelganimizda daraxtdan tashqari mana yana o'ng tarafimizda juda ham chiroyli bo'lgan zeleniy gazonlarimiz bor va bu uyimizning atmosferasiga kirib kelishingiz bilan boshqacha kayfiyat ulashadi. Bundan tashqari uyimiz полностью zeleniy hududlar bilan o'ralgan bo'ladi. Chunki Al-Barari o'zini zeleniy hududlari bilan Dubayda mashhur. Ya'ni Dubaydagi eng zeleniy hududga kiradi. Bundan tashqari azizlar, uyimizni ko'rib turganingizdek, estetikasi umuman boshqacha. Juda ham ko'p travertinlarni ko'rsanglar bo'ladi, juda ham ko'p panoramik oynalarni ko'rsanglar bo'ladi va kirib kelishinglarda уже yana detallar sizlarni kutib oladi. Chap tarafimda va o'ng tarafimda oynani ustidan qilingan kichkina sharsharacha bor desak ham bo'ladi. Suvlar tushib turadi bu yerdan va uni ovozlari qushlarning ovozlari bilan birlashganda sizni kayfiyatingizni umuman o'zgartirib yuboradi azizlar. Va uyimizga kirib kelishimizda biz ikkita tarafimizda kichkina suvli dekoratsiyalar kutib oladi. Ya'ni yana aytib o'tganimdek, bu villaning kayfiyatiga kayfiyat qo'shadi albatta. Endi azizlar, men sizlarni hozir ichkariga kirib ko'rsatishimdan oldin bu yerda milliondan qimmatroq bo'lgan mashinalarimizni ko'rib chiqamiz va buni ko'rsatishimdan oldin albatta Force Motorsdagi do'stlarimizga juda ham katta rahmat, chunki bizga shunaqa chiroyli mashinalarni siz azizlarga ko'rsatishimizga imkoniyatlarni yaratib berishdi. Mashinaga kelganimizda obzorimizda birincisini Mercedes-Benz AMG GT Black Seriesdan boshlashga qaror qildik. Ko'rib turganingizdek, mashinamiz o'zgacha rangga ega va dunyo bo'yicha faqatgina 1700 ta mavjud. Ya'ni bu limited edition. Bundan tashqari bu yerda 720 ta ot kuchidan ko'proq bo'lgan ot kuchi mavjud va bu yerda V8 motori bor. Sizlarga daskanali ma'lumot berib o'tirmayman, chunki bizning obzorimiz ko'proq uyimizga qaratilgan bo'ladi. Lekin bu mashinalarga qiziqadigan bo'lsangiz, albatta YouTube'imizning keyingi sonlarida mashinalarni ham alohida obzorni qilib chiqamiz. Ichkariga e'tibor beradigan bo'lsak, interyerlari umuman boshqacha va bu mashinamizning narxi $385,000 ga to'g'ri keladi. Parkovkamizga e'tibor beradigan bo'lsanglar,
umuman boshqacha dizaynda qilingan. Orqa taraflarimiz ham polностью marbeldan, ya'ni to'liq marmardan bo'lgan azizlar. Bu yerda konditsionerlar ham bor. Mashinalar umuman qizib ketmaydi. Bu yerdagi parkovka 4 ta mashinaga mo'ljallashtirilgan, lekin biz chiroyli qilib ikkita giperkarlarni bu yerga parkovka qilib qo'ydik. Birinchisini haqida gaplashadigan bo'lsak, bu McLaren 765 LT dunyo bo'yicha faqat 765 ta mavjud azizlar. Va menga yoqqan eng tarafi, bu yerda sizlar juda ham ko'p karbonlarni ko'rasizlar. 765 ta o't kuchini ko'rasizlar va V8 ni ko'rasizlar. Rangiga keladigan bo'lsak, umuman gap bo'lishi mumkin emas. Ichkaridagi interyerlari ham umuman boshqacha dizaynda qilingan. Mana eshiklarni ochib qo'yganimda tashqaridan ko'rinadigan manzarasiga bitta e'tibor berib, baho berib qo'yasizlar. Oldiga o'zim ham turib oladigan bo'lsam, umuman boshqachada. Mashinamizning bahosi $400,000 ga baholangan. Keyingi mashinamiz bo'lsa, dunyoga eng mashhur bo'lgan mashina brendlaridan bittasi Ferrari va bu mashinamiz bo'lsa Ferrari SF90 Spider. Estetikasiga bitta e'tibor berib qo'yasizlar. Bu ham juda ham o'zgacha stilga ega bo'lgan mashina. Bu yerda 1000 ta o't kuchi yotibdi. Twin turbo V8 gibrid, xullas moshinaga gap bo'lishi mumkin emas va sizlarga vitamin C kerak bo'ladigan bo'lsa, ya'ni karbon kerak bo'ladigan bo'lsa, hammasi moshinamiz ichida turibdi. Moshinamiz menga juda ham yoqdi. Narxi bo'lsa $650,000 ga baholangan. Bu hozir 3 ta ko'rib chiqqan mashinalarimiz ichida eng qimmati va meni o'ylashim bo'yicha eng yaxshilaridan biri. Endi sizlarni ko'p kutirmagan holda biz uyimizni obzorini boshlaymiz. Uyimizni asosiy qavatidamiz va kirib kelishim bilan albatta bizni ko'zimiz juda ham chiroyli bo'lgan yog'ochdan ishlangan eshigimizga tushadi va bundan tashqari asosiy qavatimizni 40% devorlari polностью yog'ochdan ishlangan dekoratsiyalar bilan to'ldirilgan. O'z navbatda bu dekoratsiyalarimiz oq ranglar bilan birlashib turib va bundan tashqari panoramik oynalarimizdan keladigan atmosferalar bilan uyg'unlashib turib, uyimizni juda ham keng qilib ko'rsatib beradi azizlar. Chunki uyimiz juda ham katta emas. Ichki maydoni 12 sotixdan sal balandroq. Lekin ichkariga kirganingizda bu uyimiz juda ham kattaga o'xshab ko'rinadi. Hozirgi paytda biz gостевая zonadamiz. Birinchi gостевая zonadamiz, chunki bu yerda ikkita gостевая zona bor. Ikkinchisini biz family lounge desak ham bo'ladi. Lekin bu haqida gaplashganimizda mana orqamda juda ham ajoyib yana yog'ochdan ishlangan dekoratsiya turibdi. Buni o'rtasiga e'tibor beradigan bo'lsak, marmardan bo'lgan, toza marmardan bo'lgan teksturamiz mavjud. Bu polностью patologgacha chiqib ketgan 15 metrdan ziyod va albatta bu filmimiz savlatiga o'zgacha savlat qo'shib turibdi. Va bundan tashqari bu yerda ajoyib bo'lgan olov joylashgan desak ham bo'ladi. Endi albatta haqiqiysi emas. Bu endi dekoratsiya uchun, lekin kechki payt buni yoqib qo'yib, bu yerda oila bilan o'tiriladigan bo'lsa, albatta bu boshqacha bo'ladi. Mebellarimizga keladigan bo'lsak, bular Minozzidan, bu yerda Hermes yostiqchalarini ko'rsangiz bo'ladi, Minozzi kreslolarini ko'rsangiz bo'ladi va Hermesdan keltirilgan gilamlarni ko'rsangiz bo'ladi. Shuning uchun ham oyoq kiyimimni yechib olganman, chunki uyimizni keyingi foydalanuvchisiga inshaalloh uyimizni yaxshi formatda yetkazib berish niyatida. Bundan tashqari lyustralarimizga bitta e'tibor beradigan bo'lsanglar, bular ham o'zgacha stilda. To'g'risi men bunaqa lyustralarni brendaviy rezidensiyalarda ko'rganman. Masalan, Opus Business Bay oladigan bo'lsak, Zaha Hadid tomonidan polностью dizayn qilingan. U yerda ham xuddi shunaqa lyustralarga o'xshagan dizayn ishlatilgan. Ya'ni bu uyimizni umuman ochib beryapti. Bu yerda bo'lsa 10 kishiga mo'ljallashtirilgan ovqatlanish zonasi. E'tibor berib qaraydigan bo'lsanglar, mebellarimiz ham umuman boshqacha dizaynda, juda ham soddiy va birdaniga juda ham elegantni ko'rinadi. Bular hammasini Italiyan brendlaridan olib kelib o'rnatilgan. E'tibor berib qaraydigan bo'lsanglar, bu yerda har bir narsa brendga asoslashgan bo'ladi. Hatto mana kichkina tarelkalarimizgacha oladigan bo'lsak, idish tovoqlargacha oladigan bo'lsak, hammasi brendaviy. Masalan, bu Hermesdan olib keltirilgan. Juda ham o'zgacha va menga yoqqan narsa to'g'risi e'tibor bergan bo'lsanglar, gilam umuman boshqacha.
yurganingizda yumshoq, bu ham brendовый, buni ham aytib o'tib ketishim kerak azizlar. Va mendan o'ng tarafda kichkina Fendi kreslo turibdi. Bu yerda xotirjam o'tirib, oyoq kiyimlaringizni almashtirib ko'chaga chiqib ketsangiz bo'ladi. Bundan tashqariga e'tibor bergan bo'lsangiz ham juda ham chiroyli manzara. Xudo xolasa videomiz davomida tashqariga chiqib ko'ramiz va sizni qo'shnilaringiz kimligi haqida ham gaplashib ko'ramiz. Va mendan o'ng tarafda bu yerda общий sanuzel mavjud. Sanuzelga kirib qaraydigan bo'lsak, juda ham katta mehr ajratilgan, полностью marmardan ishlab chiqilgan sanuzel kayfiyatda umuman o'zgartirib oladi. Ya'ni mehmonlaringiz keladigan bo'lsa ham albatta sizni umuman uyaltirib qo'ymaydi. Endi sizlar biz ichkariga kiradigan bo'lsak, bu yerda ham detallar juda ham ko'p. Meni e'tiborimni tortgan narsa bu albatta razdvижной eshiklardan bittasi bo'ldi. Chunki biz hozir bu yerda oshxonalarimizdan birida turibmiz. Ikkita oshxona bor bu yerda, ikkinchisini ham ko'rsatib o'taman. Agar bu yerda ovqat pishiriladigan bo'lsa, albatta eshiklarni yopib qo'yib, hidlarni tashqariga chiqishda oldin olsa bo'ladi. Umuman olganda u juda ham katta muammo emas, chunki hidlarni tortib olish sistemalari ham mavjud bu yerda. Albatta u haqida yana gaplashamiz. Hozirgi paytda bo'lsa biz Family Lounge da turibmiz. Juda ham uyutni qilib qo'yilgan. Meni o'zimga shaxsan yoqdi. Kamera buni yetkazib beryaptimi, yo'qmi? Siz o'zingizni o'rmonda o'tirgandek his qilasiz, chunki panoramniy oynalardan ko'rinadigan manzaralar umuman boshqacha, polniy daraxt bilan qoplangan. Bundan tashqari, misol uchun bu yerda o'tiradigan bo'lsangiz, o'zingizni hovlingizdagi basseyn ko'rinib turadi. $80,000 dan qimmatroq bo'lgan yana bitta daraxtimiz ko'rinib turadi. Albatta bu haqida tashqariga chiqqanimizda gaplashamiz. Bu yerda siz bemalol oilangiz bilan chill qilsangiz bo'ladi va meni e'tiborimni yana bir tortgan narsa bu art bo'ldi. Bu ham endi o'zgacha ma'noga ega bo'lsa kerak. Buni albatta uy egasidan so'rab turib, hali so'ramagan edim. Kommentariyaga yozib qoldirishga harakat qilaman. Agar sizlarga qiziq bo'ladigan bo'lsa, manfaatli bo'ladi. Bu yerda oilaviy o'tirsangiz bo'ladi yoki xotirjam televizor ko'rib o'tirsangiz bo'ladi. Umuman olganda sharoitni zo'r qilib qo'yishgan. Mebellarimiz yana Minotsidan, bu yerda yana boshqa Italiya brendlari ham mavjud. Oshxonamizga keladigan bo'lsak, oshxonamizdagi texnikalar bu yerda Gaganodan, bundan tashqari orqa oshxonamizdagi texnikalar bo'lsa Miledan bo'ladi. Ya'ni bu yerda oddiy narsa umuman ishlatilmagan va o'zi luxury segmentga kelganimizda ko'pincha oshxonalarda oshxona oroli bo'ladigan bo'lsa, uy atmosferasini umuman o'zgartirib yuboradi. Lekin ko'pincha oshxona orolchalari kichkina bo'ladi. Bu yerda bo'lsa katta qilib qo'yilgan. Ya'ni ertalabli chiqib turib, bemalol bu yerga o'tirib, barga o'tirib kofengizni ichsangiz bo'ladi va bu yerda alohida nima deydi? Kompyuteringizni o'rnatib turib, tok kulab turib, xotirjam ishlaringizni qilib o'tirsangiz ham bo'ladi. Polkalar ham juda ham ko'p. Umuman olganda oshxonani estetikasi, ranglari, tanlangan detallar umuman boshqacha. Misol uchun oddiy rakveni oladigan bo'lsak, bu ham Fosterdan kelgan azizlar. Bundan tashqari lyustralarga keladigan bo'lsak, juda ham oddiy, lekin o'z navbatda juda ham nima deydi, elegantni turibdi. Menga shaxsan bu narsalar juda ham yoqdi va meni e'tiborimni juda ham tortdi. Bu yerdan o'ng tarafga yuradigan bo'lsam, bu tarafimiz ko'proq personallarga mo'ljallashtirilgan taraf desam noto'g'ri bo'lmaydi. Chunki kirishimizda o'ng tarafda alohida oshxonamiz mavjud. Ya'ni hamma ovqat pishirish jarayonlari o'sha oshxonamizda bo'ladi va u yerdan bemalol ovqatlarni bu yerga tortsangiz bo'ladi. Bundan tashqari xizmatchi uchun alohida xonalar mavjud va kiyim yuvish uchun alohida xonalar, kiyim quritish uchun alohida xonalar, haydovchi xonalari ham xuddi shu tarafda mavjud. Ya'ni bu yer polniy personalga va ularni alohida bo'lgan kirish-chiqish eshiklari ham mavjud. Ya'ni ular paradniy vходda ishlatishlari shart bo'lmaydi. Siz oilaga o'tirganingizda sizni hech kim bezovta qilmaydi. Endi bo'lsa biz uyimizni ikkinchi qismiga o'tamiz. U yerda ham juda ham chiroyli detallar kutib turibdi. Lekin bu hali ham asosiy qavat bo'ladi. Hali ikkinchi qavat emas. Uyimizning ikkinchi qismida alohida bo'lgan ofis, mehmonlar uchun yotoqxona va sportivniy zal mavjud. Lekin biz u yerga o'tib ketayotganimizda albatta bizning ko'zimiz shunaqa chiroyli bo'lgan kantilever lestnitsalarga tushadi. Bu yerda tanlangan ranglarga e'tibor bering. Ikki xil rang tanlangan marbellar, ya'ni marmarlar o'zgacha turibdi. Bundan tashqari perilalarga e'tibor beradigan bo'lsanglar, bularning ranglari полностью villani atmosferasi bilan uyg'unlashib ketib, juda ham bogatiy atmosferani ko'rsatib turibdi azizlar. Bu yerda alohida bo'lgan Fendi
nima desak bo'ladi, kichkina kreslochamiz mavjud desak ham bo'ladi va bu yerdan o'tganimizda biz прямой ofisga kirib ketamiz. Ofisimizda detallar juda ham ko'p. Bu yerda tanlangan ranglarga e'tibor berib qaraydigan bo'lsanglar, juda ham sizni tinchlantiradigan ranglar. Ya'ni siz xotirjam o'tirib, bemalol hech narsani o'ylamasdan ishlaringizni bajarsangiz bo'ladi. Menga eng yoqqan narsa bu yerda ofisni stolik pulli. Buni Italiyadan xuddi shu uyimiz uchun spetsialniy zakaz qilingan. Albatta siz bu yerda o'tirib o'zingizni million dollarlarga baholangan сделкаларingizni xotirjam imzolasangiz bo'ladi. Menimcha bu umuman boshqacha bo'lsa kerak. Orqamdagi manzara bo'lsa, albatta sizga o'rmonni vibini berib turibdi. Bu haqida tashqariga chiqqanimizda yana gaplashamiz. Ofisimizda bundan tashqari yana juda ham ko'p detallar bor. Polkalarga e'tibor berib qaraydigan bo'lsangiz, bu yerda xotirjam siz dokumentlaringizni saqlasangiz bo'ladi va buni orqasida yana biz marmarlarni ko'ramiz azizlar. Bu yerda shunaqa naturalniy toshlar juda ham ko'p. Menga shu narsasi bilan bu villa o'zgacha yoqdi. Bu yerda ham alohida marmarlar, xotirjam narsalarni saqlasanglar bo'ladi. Va albatta bu yerda skrytniy seyflarimiz mavjud. Hamma narsa xavfsiz qilib joylashtirilgan va uyimizga e'tibor berganimizda bu yerdagi lustra ham sal noodatiy, oddiy lampochkaga o'xshaydi, lekin kattaroq formatda va albatta bu ofis atmosferasini umuman o'zgartirib boryapti va bu yerda juda ham ko'p kichkina dekoratsiyalarimiz mavjud. Albatta Real Sanjiga aytganidek, всё в деталях, hamma narsa bor bu yerda. Endi biz keyingi xonani ko'ramiz. Bu yerda hamma yotoqxonalar o'zini alohida bo'lgan sanuzelari bilan keladi. Mana o'ng tarafimda mehmonxona yotoqxonasini alohida bo'lgan sanuzelar. E'tibor bersanglar, juda ham ko'p yana marmarlar mavjud bu yerda va kirib kelishingiz bilan sizni potolokgacha yetadigan oynalar kutib oladi. Hammasi estetik qilib joylashtirilgan. Yotoqxonamizni o'ziga keladigan bo'lsak, bu yerda king size yotoq turibdi, ya'ni kravat turibdi. Juda ham ajoyib. Yostiqlarni ko'pligiga bitta e'tibor berib qo'yasizlar. Hermesdan va qolgan boshqa mashhur brendlardan olib keltirilgan hammasini va bu yerdagi polkalar juda ham estetik bo'lgan hammasi, ranglarni tanlangani, o'rtadagi tushgan oynalar va ayniqsa ertalab turib o'zingizga qarayotganingizda orqangizdagi backgrounddagi manzaralar hammasi o'ylab chiqilgan bu uyda menga juda ham yoqdi va albatta bu yerda o'tirganingizda siz tashqarida esingizda bo'lsa uyimizga kiraverishda alohida bo'lgan oynali sharsharini ko'rgan edik. O'shani ham effektlarni siz bu yerdan ko'rib tursangiz bo'ladi. Endi kechqurungi manzaraga keladigan bo'lsak, menimcha bu umuman o'zgacha istoria bo'ladi azizlar. Endi keyingi yotoqxonalarga chiqqanimizda sizlar communityni ko'rsangiz bo'ladi yoki bo'lmasangiz o'zingizga alohida bo'lgan hovlingiz manzaralarini ko'rsangiz bo'ladi. Lekin hozir men sizlarga sport zalni ko'rsataman. Sport zalimizning eshiklari skrytniy eshiklar. Bu juda ham o'zgacha yechim bo'lgan. Xullas, sport zalimiz o'zi haqida gaplashadigan bo'lsak, bu yer juda ham katta emas, juda ham kichkina ham emas. Shinam qilib joylashtirilgan. Bu yerda ko'p texnikalar yo'q, e'tibor bermaysizlar, chunki bu uyimiz sotilganda yangi yashovchini istagiga qarab turib texnikalarni o'rnatib beriladi. Chunki ba'zi bir odamlarga nima deydi, hamma deydi, har xil bo'ladi, har xil texnikalarni so'rab qolishlari mumkin bo'ladi. Albatta, bu yerda polisi oynagini ochsangiz bo'ladi va tashqi maydon bilan ichki maydonni kengaytirib, bu yerda ham mashqlaringizni bajarsangiz bo'ladi. Ya'ni qish kunlarida albatta bu o'zgacha bo'ladi. Va texnikalarimizga e'tibor berib qaraydigan bo'lsangiz, hammasi Technogymdan olib keltiriladi. Ya'ni oddiy narsa albatta o'zi sezganinglardek bu yerda bo'lmaydi. Hozir biz asosiy qavatimizni polisi tugatdik. Videomiz davomida biz tashqi maydonimizni ko'rib chiqamiz va albatta uyimizni keyingi qavatini ham polisi ko'rib chiqamiz. O'tgandek bu uyimizda необычный detallar juda ham ko'p. To'g'risini aytadigan bo'lsam, lestnitsamizdan chiqarishga bunaqa lyustrlar bo'lishi shart emas edi, chunki bu yer уже yorug'. Lekin uy egasi villani atmosferasini, ya'ni luxury modani yanada luxury qilish uchun shunaqa необычный lyustralarni tanlab o'rnatishgan. Albatta bu juda ham chiroyli ko'rinib turibdi hozirgi paytda va menga yana bir narsa yoqdi. Bu yerdan chiqqaningizda sizni panoramli bo'lgan oynalardan ko'rinib turadigan manzaralar kutib oladi. Kamera yetkazib beryaptimi bilmadim, lekin bu haqiqatan juda ham va juda ham chiroyli.
Zinamizdan chap tarafga chiqqanimizda bizni ikkita yotoqxona kutib oladi. Hamma yotoqxonalarni ko'rsatib o'tirmayman, chunki planirovkalari identichna bo'ladi. Chap tarafdagi emas, o'ng tarafda yotoqxonani ko'rsatishni boshlayman. Qani ketdik. Umuman olganda Dubayda bunaqa katta razmerlarda odamlar studiya kvartiralar sotib olishadi. Lekin bu uyimizda yotoqxona uchun shuncha joy ajratilgan. E'tibor berib turganingizdek, bu yer juda ham keng va yotoqxonamizning orqasidagi teksturlar ham полностью ko'rjadan bo'lgan. Ya'ni atmosferasi umuman boshqacha. Yana mebellarimiz Minotsidan, italyanskiy kreslolar mavjud bu yerda. Hammasi top urovda joylashgan va bu yotoqxonada yorqin ranglardan juda ham ko'p foydalanilgan. Albatta, o'z navbatida panoramik oynalardan tushadigan nurlar uyg'unlashganda bu yotoqxonamizni yanada keng ko'rsatib beradi. Bu yerda o'zingizda alohida bo'lgan garderobningiz mavjud. Garderobniklarimiz poliformdan bo'lgan va orqalarida LED svetlar mavjud. Uni chap tarafida bo'lsa alohida sanuzel, o'zini vannasi, dushovaya kabinkasi, rakvinalari, xullas hamma sharoit qilib qo'yilgan va u yerda bir qator misol uchun aytaylik, Grohe yoki bo'lmasam Duravit kabi qimmat yaxshi texnikalardan ishlatilgan azizlar. Va yana to'g'risini aytadigan bo'lsam, bu yerdan ko'rinib turadigan manzara umuman boshqacha. Ya'ni siz o'zingizni umuman boshqa dunyoga tushib qolgandek his qilasiz. Albatta o'zingizni fikringizni kommentariyada qoldiring. Biz bo'lsa endi ikkinchi etajimizda keyingi qismiga o'tamiz. Zinamizdan o'ng tarafga chiqqanimizda uyimiz ikkinchi qavatda boshlanadi azizlar va bu yerdan siz uyga qanchalik kattaligini his qilsangiz bo'ladi. Alohida oynali perilalar o'z navbatida ochiqlikni, ya'ni kenglikni belgilab turibdi, chunki ko'pincha boshqa villalarga kirganimizda bu yerni yopib qo'yishadi, ya'ni tashqari ko'rinmaydi va bu o'z navbatida o'zgacha yechim bo'lgan va bu yerdan albatta siz panoramni oynalarni qanchalik kattaligini his qilsangiz bo'ladi. Mendan o'ng tarafda bo'lsa, bu yerda yana bitta family lounge bor. Albatta bu yerda ham detallar juda ham ko'p. Umuman olganda menga family lounge'dagi mebellar boshqa xonalardagi mebellarga qaraganda ko'proq yoqdi. Juda ham необычный stilda qilib tanlangan. Bu yerda Hermes yostiqlari, Hermes blanketlarini ko'rsangiz bo'ladi. Bu juda ham o'zgacha va menga yoqqan yana bir narsa, bu yerdagi san'at asari bo'ldi. E'tibor berib qaranglar. Uyimiz atmosferasiga moslashtirib buni xarid qilingan oddiy narsa emas. Albatta buni mashhur o'sha insonlardan sotib olingan, o'zlarining alohida bo'lgan imzolari ham turibdi bu yerda. Va bu yerimizda xotirjamsiz televizor ko'rib o'tirsangiz bo'ladi. Televizorimiz orqasida bo'lsa yana marmardan ishlangan teksturalarni ko'rasiz. Detallar aytib o'tganim juda ham ko'p. Men bu lampaga bitta e'tibor beringlar. To'g'risini aytsam, bu lampami yoki buni boshqa funksiyalari bormi bilmayman, chunki bu juda ham необычно turibdi. Lekin o'ziga xos villani atmosferasiga tushadi, kayfiyat qo'shadi. O'ng tarafimda alohida bo'lgan polkalar, chap tarafimda identichni bo'lgan polkalar va bu yerni siz xohlasangiz yopib qo'yib privatность hosil qilib televizor ko'rib o'tirsangiz bo'ladi. Bu menga juda ham yoqdi. Keyingi taraflarimizga o'tayotganimizda panoramli oynalar, tashqariga qaragan, bu yerdan siz o'zingizning mashinalaringizni xotirjam kuzatib o'tirsangiz bo'ladi. Va hozir sizlarga aytadigan narsa, menimcha kechqurun ovqatlanish yoqtiradigan odamlarga juda ham yoqsa kerak. Yotoqxonangizdan siz pastgacha oshxonaga tushib o'tirmaysiz-ku, bu yerda qo'shimcha sharoit qilib qo'yilgan. To'g'risini aytsam, buni men joydan unumli foydalanish sifatida ko'ryapman, chunki bu yerda prosta devor qilib qo'yilmagan-u, alohida pantry yasab qo'yilgan. Bu yerda alohida bo'lgan rakvinalar, xolodilniklar mavjud. Ya'ni snaklaringizni hammasini bir joyga joylashtirsangiz bo'ladi. Agar sizga bu narsa kerak bo'lmasa, ochasiz, buni yopib qo'yasiz. Estetichna bo'lib berkiladi, hech kimga ham bilinmaydi. Zo'r решениyalardan bittasi menga juda ham yoqdi. Endi biz menga yoqqan eng yaxshi вторичный yotoqxonadan bittasini ko'rib chiqamiz. Lekin bu yotoqxonada bo'lgan решениyalar umuman boshqacha bo'lgan. Bu narsa Dubayda juda ham mashhur emas. Ko'p villalarning o'rtasida odamlarning ko'p xayoliga ham kelmagan bo'lsa kerak. Hozir sizga tushuntirib beraman nima demoqchiligimni. Yotoqxonaga kirdingiz, o'zingiz alohida bo'lgan terasangiz mavjud. Tashqariga chiqasiz, sizni Zen Garden kutib oladi. Bir qarashda oddiy Zen Gardenga o'xshab ko'rinadi, lekin bu narsani biz parkovkani tom qismiga qurganmiz. Ya'ni siz u yerni baribir ishlatmaysiz, Zen Gardenni qurasizmi yoki yo'qmi, lekin albatta estetika bo'lishi uchun
villani ichiga tabiatda olib kelish uchun bu решениyani qilingan. Albatta kechki payt bu yerda o'tirganingizda u yerdan eshitilib turadigan zvuklar, chunki kolonkalar ham o'rnatib chiqilgan. Umuman olganda полностью villamiz spikerlar bilan o'rnatilgan. Har bitta uyimizda mavjud. Ya'ni siz telefoningizdan turib, xotirjam bu yerdan muzika qo'yib ishda o'tirsangiz bo'ladi. Alohida kolonka sotib olish shart emas yoki kompyuterdan qo'yish shart emas. Juda ham zo'r решение qilingan. Yana teksturlarga keladigan bo'lsak, oldingi yotoqxona bilan почти bir xil. Prosta bu yerda terrasa boshqacha va Zen Garden borligi uchun bu yerga sizlarga ko'rsatyapman. Alohida yana garderobnasi, bundan tashqari o'zini alohida bo'lgan полностью marmardan bo'lgan sanojeli. Endi masalaga bu uyimizdagi eng katta bo'lgan yotoqxonani ko'rsataman. Albatta ayollarimizga bu juda ham yoqadi, chunki uni juda ham chiroyli bo'lgan garderobnasi mavjud. Qani ketdik. Asosiy yotoqxonamizga xush kelibsizlar. Ko'rib turganingizdek, qolgan yotoqxonalarga qaraganda bu yotoqxonamiz boshqacharoq, kattaroq, detallarga boy. Bu yerda yana biz Minotidan mebelini ko'ramiz. Hermes, Fendi yostiqchalarini yoki bo'lmasam alohida bo'lgan yana Minoti kreslolarni ko'ramiz. Hatto bu yerda joylashtirilgan gilamlarimiz ham Italiyadan olib keltirib o'rnatilgan bu yerda. Menga o'ng tarafimizdagi va chap tarafimizda joylashgan lyustrlar juda ham yoqdi. Bu kechki payt hamma svetlarni o'chirib bu yerga yoqadigan bo'lsangiz, villani vibe'ini umuman o'zgartirib yuboradi. O'zi ko'rib turganingizdek, master spalnamiz полностью panoramli oynalar bilan qoplangan va o'z navbatda bu quyosh nurlarini ko'p tushiga olib keladi va bundan tashqari shunaqa chiroyli manzaradan siz bahramand bo'lishingiz uchun juda ham katta imkoniyatlarni ochib beradi. Endi sizlarda savol tug'ilishi mumkin. Master spalna полностью panoramli oynalar bilan qoplangan bo'lsa, privatniy qayerda qoladi deyishingiz mumkin. Gap shundaki, bu yotoqxona uyimizda qolgan burchaklardan umuman ko'rmaydi. Agar ko'rinadi deb o'zingizni noqulay his qiladigan bo'lsangiz, albatta pult bilan bitta bosib pardalaringizni yopib qo'yasiz. Chunki bu uyimiz полностью smart sistem orqali boshqariladi. Menga bu narsa juda ham yoqdi. Bundan tashqari, balkonimizga e'tibor beradigan bo'lsangiz, balkonda alohida ikkisiga mo'ljallashtirilgan kreslolar mavjud. Albatta kechki payt bu yerda siz oilaviy chill qilib o'tirsangiz bo'ladi va bu yerda yana bitta kichkina detallar bor. Buni ko'p kishi o'ylamagan, chunki Albarari shunaqa communityki, bu yerda Dubaydagi eng ko'p daraxt ekilgan communityda tan olingan joy. Естественно, bu yerda qushlar ham ko'p bo'ladi. Qushlar ko'p bo'lsa, albatta villagega nima deydi, qo'nib bezatib ketishlari mumkin bo'ladi. Shuni oldini olish uchun bu yerda shunaqa решение qilinganki, kichkina simlardan полностью villani aylon atroflarini o'rab chiqilgan, ya'ni qushlar bu yerda qo'nib sizni tinchingizni yoki bo'lmasa villangizni chiroyini umuman buzmaydi. Endi azizlar, biz yotoqxonadan alohida bo'lgan garderobnaga o'tib ketamiz. Garderobnamiz umuman boshqacha. Kirib kelishim bilan menga atmosferasi umuman boshqacha atmosferani eslatdi, chunki men hali Dubayda bunaqa katta особнякlarda garderobnaga berilgan bunchalik mehrni ko'rmaganman. Albatta razmeri qolganlarga qaraganda kichkinaroq bo'lishi mumkindir. Lekin bu yerda ishlatilgan detallar yoki bo'lmasam bu yerda qilingan alohida ideyalar, masalan, tomini qaraydigan bo'lsanglar, полностью oynadan, panoramli oynalardan qilingan. Ya'ni bu yerdan sizga quyosh nurlari tushib turadi va kirganingizda siz o'zingizni boshqacha his qilasiz albatta. Bundan tashqari, bu yerdagi teksturlarga e'tibor berib qaraydigan bo'lsangiz, hammasi sizni relax modga tushiradigan temalarda qilingan. Bu yerda полностью siz ko'zalarni ko'rasiz. Ya'ni oddiy narsalar umuman yo'q. LED svetlar, garderobnalar hammasi joylari juda ham keng. Bundan tashqari, agar siz o'zingizni soatlaringizni yoki bo'lmasam taqinchoqlaringizni saqlayman deydigan bo'lsangiz ham, hamma sharoitlarni bu yerda yes qilib qo'yilgan. Bu albatta menga juda ham yoqdi. Garderobnamizning narigi tarafida bo'lsa, devorimiz полностью oynadan qilingan. Bu narsa to'g'risi biz videografimizga ozgina muammo bo'ldi, chunki qayerga o'tmasinlar, o'zlari ko'rinib qoladi. Lekin aytdim, Arsalan do'stim, siz O'zbekistonda mashhur qilamiz dedim. Lekin azizlar, aytganimdek, bu taraf полностью oynadan bo'lgan. Ya'ni garderobna atmosferasini umuman o'zgartirib yuborgan. Lekin bu hali hammasi emas. Bu yerda smart sistema bor va bu ham hammasi emas. Bu yer ochiladi va biz yana davom etamiz. O'zingizga alohida bo'lgan sanojelingiz. Master spalnani master sanojeli. Bu yerda detallar juda ham ko'p. Ikkisiga mo'ljallashtirilgan rakvina,
polностью marmardan bo'lgan, 2 kishiga mo'ljallashtirilgan oynalar, tualet, tahorat qilish uchun alohida bo'lgan sharoitlar, dushavaya kabinka, vanna va bundan tashqari yana sizga ochiq osmon kutib oladi. Sanuzlimiz bo'lsa polностью marmardan o'ralgan. Bu yerda bo'lsa bizni ko'hler texnikalari kutib oladi. Hammasi yana top уровеньda, top качествоda va menga yana bir yoqqan narsa, kunduz kunlari villamiz polностью daraxt bilan o'ralganligi uchun bu yerda отражениялар tushib turadi oynalardan. Ya'ni siz bu yerda vanna qabul qilayotganingizda, ya'ni uy egasi bu yerda vanna qabul qilayotganda, albatta daraxtlar qimirlaganda bu yerdagi atmosfera o'zgarib turadi. Menga bu narsalar juda ham yoqdi. Azizlar, biz hozir sizlar bilan polностью ikkinchi etajni cover qildik, ya'ni ikkinchi etaj tugadi. Endi uyimizning eng kulminatsionnay bo'lgan lokatsiyasiga, ya'ni tashqi hovliga keldik. Videomizni davom ettirishdan oldin hammanglarga alohidadan rahmat etmoqchiman. Xudo xolasa bu videomiz YouTube'da 3-obzorimiz bo'ladi va hozirgi paytgacha kommentariyalarni o'qiganimda sizlardan bo'lgan iliq feedback menga juda ham boshqacha kuch-quvvat bag'ishlayapti. Oddiy Namangandan chiqqan bo'laman. Dubayga kelib shunaqa qimmat uylarni obzor qilishni o'zi bo'lmaydi. Obuna bo'lib qo'llab-quvvatlaganingizga juda ham rahmat. Agar obuna bo'lmagan bo'lsangiz, xudo xolasa bundan buyog'iga ham shunaqa yangicha formatdagi uylarni ko'rsatib, albatta sizlarga manfaatli bo'lgan informatsiyalarni olib boraman. Va albatta agar xohlasangiz Instagram sahifamga ham obuna bo'ladigan bo'lsangiz, o'zimni kunli lifestyleimni ham u yerda olib boraman. Va biz sizlarni ko'p kuttirmagan holda videomizni davom ettiramiz. Azizlar, videomizni boshida aytgan edim, bu mahallamizda juda ham mashhur odamlar yashaydi deb. Daraxtlarimiz orqasida Dubai prinsining alohida uylari bor. Bizi chap tarafimizda bo'lsa, dunyoga mashhur bo'lgan, menimcha Barselona fanatlari bu fakt juda ham yoqsa kerak ularga. Dunyoga juda ham mashhur bo'lgan Andres Iniestani o'zini alohida bo'lgan asabnyaki bor. Ya'ni sizni mahalladoshlaringiz ham juda ham katta statusdagi odamlar bo'ladi. Endi azizlar, biz tashqi hovliga qaytadigan bo'lsak, bu yerda bizni yana o'sha $80,000 dan oshiqroqga sotib olingan daraxtimiz kutib oladi. Uning orqasida bo'lsa, bizni alohida bo'lgan barbekyu zonamiz bor. Bu yerda yana siz o'sha Italiyadan olib keltirilgan mebellarni ko'rasiz. Alohida 4 ta bo'lgan chayni stoliklarimizni ko'rsangiz bo'ladi. Albatta siz bu yerda barbekyularni tayyorlab turib, bemalol 10 kishiga mo'ljallashtirilgan stolga o'tib turib, oilaviy ujin qilsangiz bo'ladi, obed qilsangiz bo'ladi yoki o'zingizga alohida bo'lgan bazmlaringizni o'tkazsangiz bo'ladi. Albatta bu yerda juda ham kichkina yana zelenoy hudud mavjud. Buni dekoratsiya sifatida ishlatsangiz bo'ladi yoki bolachalar bo'lishadigan bo'lsa, ularga alohida o'yingoh qurib berilsa ham bo'ladi. Yoki bo'lmasam 2 kun oldin bu yerda klientimiz olib kelganimizda ularning kuchuklari ko'p ekan. Va bu ideya ularga juda ham yoqdi. Ya'ni ularga yugurlab yurgani qo'shimcha joylar bo'lar ekan. Endi hammalarda har xil, hammaning namereniyalari boshqacha bo'ladi. Xullas, bu yerda komfort darajasi juda ham yuqori. Bu yerda 4 ta lejaklarni ko'rsangiz bo'ladi. Agar bu yerda yotmayman desangiz, suvni ichida yana 2 ta lejaklarimiz bor. Basseynni qanchalik kattaligiga e'tibor bering. U yerda yana o'tirish uchun alohida zonalar, alohida zonchiklar, quyosh tushadigan bo'lsa, xotirjam to'sib qo'yib, komfort darajada o'tirsangiz bo'ladi. Va albatta family loungedan siz chiqqaningizda yana alohida beshetkalar bo'ladi. Doim u yerda quyoshdan saqlangan holda bo'lasiz, chunki polностью daraxtlar bilan o'ralgan. Umuman olganda, privatnisga kelganda bu daraxtlar bilan o'rash umuman boshqacha ideya, chunki sizga uyingizni atmosferasini umuman o'zgartirib yuboradi, o'zingizni kayfiyatingizni umuman o'zgartirib yuboradi va uyingizni savlatini juda ham katta qilib ko'rsatadi. Menga bu решение juda ham yoqdi. Uyimizni ichki tarafdan fasadini ko'radigan bo'lsanglar ham, ranglar juda ham boshqacha tanlab olingan, ya'ni uyimiz atmosferasini yana o'sha bag'atlik qilib ko'rsatyapti azizlar. Bugun biz sizlar bilan $20 million dan oshiqroq bo'lgan uyimizni polностью obzorni qildik. Bundan tashqari 3 ta superkarlarni obzorlarni qildik. Inshaalloh, agar superkarlarni to'liq obzorlarni ko'rmoqchi bo'lsangiz, YouTube'ga обязательно obuna bo'lib qo'ying. Keyingi выпусklarimizda biz
moshinalarni ham obzorini olishni boshlaymiz. Agar sizga videomiz manfaatli bo'lgan bo'lsa, yoqqan bo'lsa, albatta like bosib qo'ying va o'zingizni fikringizni обязательно yozib qoldiring. Kamchiliklar bo'lsa, keyingi videolarda albatta biz uni to'g'rilaymiz va iloji bo'lsa, o'zingizlarning Instagramingizda yoki bo'lmasam o'zingizlarning eng yaqin do'stlaringizga bo'lishib qo'ying shu videolarni. Sizlarga katta rahmat. Sizlar bilan Kamol Realty, Kamoliddin Sharipov bo'ldi. Sog' bo'linglar.